Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun biz Shahrisabzdamiz. Oqsaroydagi bu ikkita bino haqida hozir xudo xolasa to'liq ma'lumot olamiz. Akamiz xudo xohlasa tanishtiradilar. Assalomu alaykum. Assalomu Aka, alaykum. yaxshimisiz, salomatmisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Yaxshi yilsizlar. Aka, shu haqida to'liqroq bizga ma'lumot berib yuborsangiz, xudo xolasa ma'lumot olamiz. Mana hozir biz o'sha afsonalarga aylangan o'z davrida shu darajada mahobatli saroy Oqsaroy yonida turibmiz. Oqsaroy 1380-yil Amir Temur tomonidan qurilishi boshlangan, 1404-yil tugallangan. 24 yil mobaynida Oqsaroy qurib bitkazilgan. Hozir biz Oqsaroyda 100% dan atigi 4% qismini ko'rib turibmiz xolos. Demak, bu hali 4% qismi to'g'rimi? Saroyning 4% qismini. Qo'ygan qayerda buni hozir? Hozir uni suratlarda ham ko'rsatib o'taman. Hozir biz 4%ni ko'rib turibmiz. Asosiy bino Amir Temurda haykalning o'rnida bo'lib, ota haykal oldida ham o'tamiz. Haykal o'rnida bo'lib, shu uchun ham haykal 96-yil aynan o'sha yerda qo'yilgan, asosiy bino o'sha yerda bo'lgan. Tushunarli. Shu darajada mahobatli bo'lgan. Oqsaroyda oldidan ko'rinishi mana bu holatda bo'lib, Amir Temur davrida 72 metr balandlikda bo'lgan. Hozir bizga saqlanib qolgani 40 metrga 38 metr qismi saqlanib qolingan. Bunisi 40 metr, bunisi 38 metr qismi saqlanib qolingan. 96% qismini ko'rsak bo'ladi. Mana bu suratimizda juda ham chiroyli shaklda biz faqatgina saroyda kirish, darvoza qismini ko'rib turibmiz xolos 4%. 96% qismi bizga yetib kelmagan. Bu saroy shu darajada katta mahobatli saroy bo'lganki, 7 iqlimda yagona bo'lgan. Bundan da ulkan saroy yer sharida bo'lmagan. 1403-yil Ispaniya elchisi Klavijo okeanida